Assalomu alaykum Top Agrovet kanali obunachilari. Bugun biza sizlar bilan o'zim, ya'ni Top Agrovet korxonasi agronomi Sohibjon sizlar bilan agrozellik haqida bir qisqacha gaplashib o'tib ketamiz. Hop, bu preparat qanaqa preparat? Hop, bu preparat tizimli ta'sir etuvchi, ya'ni tanlab ta'sir etuvchi selektiv gerbisid hisoblanadi. Buni tarkibi Galaxyfob Ermetil. Hop, zellikni nimalarga qarshi qo'llasak bo'ladi? Hop, bu gerbisidimizni paxta, piyoz, sabzi, shu kabi sabzavot ekinlarida unib chiqadigan har xil boshoqli, bir yillik hamda ko'p yillik boshoqli begona o'tlarga qarshi qo'llasak bo'ladi. Hop, buni ta'sir mexanizmi qanaqa deyilganda, bu preparatimiz bilasizlarmi? Nima? O'simlikni o'suv davrida begona o'tlarning bo'yi 10-15 santimetr bo'lganda purkab qo'llaniladi. Hop, ta'sir mexanizmi o'sha sepilganda begona o'timiz uchki qismidan boshlab qizarishni boshlaydi hamda o'simlikning meri sistemasiga yetib boradi va kuydirib tashlaydi. Bu degani o'simlik 15 kundan boshlab qurishni boshlaydi, ya'ni qizarib qurishni boshlaydi. Bu degani o'sha sabzavot ekin bo'ladimi, paxtada bo'ladimi, o'suv davrida qo'llaganimizda paxtani rivojlantirishni oldinga chiqaramiz. Ya'ni begona o'timizni o'sishini to'xtatib, ekinimizni, ya'ni madaniy ekinimizni o'sishini rivojlantirib beradi. Qo'llash davriga keladigan bo'lsak, preparatimiz o'sha madaniy ekinlarda hamda paxta, o'sha fermerlarimiz ekadigan paxta ekinlarida o'sha erta bahordan boshlab bemalol o'sha havo haroratiga bog'liq holda qo'llasanglar bo'ladi. Hop, bu preparatimizni sarf me'yoriga keladigan bo'lsak, gektariga 1 litr sarf me'yorida qo'llaniladi. Endi tomorqa yer egalari qanchadan qo'llanadi degan savolga, tomorqa yer egalari 10 litr suvga 50 grammgacha qo'llash mumkin. Bu preparatimizni hozirda Top Agrovet korxonamizda ulgurji hamda chakana narxlarda bemalol xarid qilishinglar mumkin. Bu degani o'sha tomorqa yer egalari keladigan bo'lsa, o'sha eng kami 100 grammdan boshlab 5 litr qadoqda ham sotishimiz mumkin. Hop, sizlarga zellik haqida yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa yokida sizlar shu preparatimizga ehtiyoj sezib kerak bo'ladigan bo'lsa, biza Top Agrovet korxonaning xodimlari sizlarga aloqaga chiqamiz. Faqat opsiyaga yozib qo'yinglar. Narx bo'yicha, yana shu preparat bo'yicha ma'lumotlarimizni sizlarga yetkazib beramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.